Assalomu alaykum, Kamronbek TV kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Bugungi video rolikimiz Munawvara Abdullayeva haqida. Munawvara Abdullayeva 1952-yil 5-aprelda Marg'ilon shahri, Farg'ona viloyatida tug'ilgan. O'zbek aktrisasi, rejissyor, o'qituvchi, taniqli milliy teatr san'at ustasi Munawvara Abdullayeva ishchi oilada dunyoga kelgan. Munawvara Abdullayeva 1966-yilda o'rta maktabni tamomlagach, 1971-yilda esa Marg'ilon rejalashtirish iqtisodiyot texnikumini tamomlagan. Bo'lajak aktrisa 1975-yilda Toshkent teatr va rassomchilik oliygohini teatr va kino aktyorligi fakultetini tamomlagan. Munawvara Abdullayeva 1975-1976 yillarda Sirdaryo viloyat musikali teatri aktrisasi bo'lib ishlagan. 1976-1978 yillarda aktrisa Moskva davlat teatr san'ati oliygohida aspiranturada tahsil olgan. 1978 yildan Toshkent davlat san'at oliygohida o'qituvchisi, keyinchalik dotsent lavozimlarida ishlagan. 2000-yilda Munawvara Abdullayevaga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar ustozi unvoni bilan taqdirlangan. 2023-yilda esa Mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Munawvara Abdullayeva talabalik chog'ida bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistlar Mirzabek Xolmedov, Madina Muxtorova, Abdurayim Abduvahobov, Bekzod Muhammad Karimov va boshqalar bilan birga tahsil olgan. Munawvara Abdullayeva 30 ga yaqin spektaklni sahnalashtirgan bo'lib, ularning ayrimlari xalqaro mukofotlarga sazovor bo'lgan. Masalan, 1995-yilda Chegaradagi uy spektakli original rejissyorligi uchun mukofot bilan taqdirlangan. 1997-yilda Chimildiq spektakli Misrda o'tkazilgan Jahon teatr festivalida Xalqlar do'stligi ordeni bilan taqdirlangan. Ayrim spektakllar O'zbekiston Respublikasi teatr san'atining oltin fondiga kiritilgan. Jumladan, Alisher Navoiy spektakli, Mehrobdan chayon spektakli, Chimildiq spektakli, Mashrab spektakli. Munawvara Abdullayeva o'zining boy ijodiy faoliyati davomida ko'plab filmlar va seriallarda turli rollar ijro etgan. Quyida uning ishtirok etgan filmlari: Haykirgan tog'lar, Oq bino oqshomlari, Qaldirg'och, Domla, Kichkina tabib, Oppoq qushlar, Ayol, Kalish, Osmondagi bolalar, Osmondagi bolalar 2, Osmondagi bolalar 3, Osmon yaqin, O'yin, Yo'qolgan odam, Aldangan ayol, Qovun, Tubanlik, Xiyonat girdobi, Ko'z yoshim, Issiqnon. Hozirda ham milliy seriallarda rol ijro qilib kelmoqda. Jumladan, Qodirxon seriali va boshqa seriallarda turli xil va obrazlarni yaratib, o'zbek kinosining rivojiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Munawvara Abdullayeva O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat oliygohida dotsent sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Munawvara Abdullayeva nafaqat sahna ustasi, balki yosh aktyor va aktrisalarni tarbiyalashda ham faol qatnashgan. Uning o'ziga xos dars uslublari va sahnadagi tajribasi ko'plab san'atkorlarga ilhom manbai bo'lgan. Munawvara Abdullayeva yaratgan obrazlar chuqur ma'naviy va falsafiy. Uning ijodi orqali o'zbek madaniyati, urf-odatlari va qadriyatlari keng targ'ib qilinadi. Munawvara Abdullayeva o'zining mehnatkashligi va sabr-toqati bilan muvaffaqiyatga erishgan ustoz sifatida ham san'atkor sifatida ham doim o'z ustida ishlagan va buning mevasini ko'rgan. U san'atga butun umrini bag'ishlab, doimiy sadoqati va fidoyiligi bilan ko'plab yoshlarni ilhomlantirgan. Munawvara Abdullayeva aytadiki, har bir inson o'z hayotining rejissyori. Hayotda har bir inson o'z taqdirini o'zi boshqaradi va har bir qaror o'z kelajagimizni belgilaydi. Shuning bilan bugungi video rolikimiz tugadi. Videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.